Ko'pchilik sizga aytadi: "Boy bo'lmoqchimisan? Kofe ichmay, restoranga bormay, avokado tost yemay." Kofe jiddiy aytasanmi? Bir stakan kofe 15 ming so'm. Yilga har kuni ichsang 5,5 million. Lekin men sizga boshqa narsa haqida gapirib beraman. Bu narsa yiliga 5 million emas. Bu narsa 40-50 million har yili. Va eng qizig'i, bu narsani sotib olganingizda o'rtoqlaringiz sizni tabriklab qo'yadi. "Oho, zo'r mashina olibsan-da" deyshadi. Aynan shu narsa sizni kambag'al qilib qo'yadi. Va bugun men sizga aniq raqamlar bilan ko'rsataman, qanday qilib har bir oila pulini 4 ta joyga sarflaydi. Uy-joy, transport, oziq-ovqat va qolganlari. Uy-joy bu katta xarajat, lekin u sizga boshpana beradi. Oziq-ovqat bu zaruriy, siz yashash uchun yeyishingiz kerak. Lekin transport bu yagona kategoriya. Qayerda odamlar o'zlarini kambag'al qilish uchun pul to'laydilar va buni his qilmaydilar. O'zbekistonda o'rtacha oila transportga oyga 3-4 million so'm sarflaydi. Bu oylik maoshning yarmi yoki undan ko'p. Va eng dahshatlisi, bu pul qaytib kelmaydi. U shunchaki yo'qoladi. Keling, eng katta muammosini ko'rib chiqamiz. O'zbekistonda yangi mashina taxminan 150 million so'm. Ko'pchilik bu pulni naqd to'lay olmaydi. Nima qiladi? Kredit oladi. Mana sizga haqiqat. Siz 150 million so'mlik mashina oldingiz, boshlang'ich to'lov 30 million, kredit 120 million. Muddat 3 yil. Foiz stavkasi 26%. Endi diqqat bilan tinglang. 3 yil davomida siz bankka 60 million so'm foiz to'laysiz. Mashina 150 million turadi, siz 210 million to'ladingiz. 60 million so'm bu havo uchun to'lov. Bu siz uchun hech narsa qilmaydi. Bu faqat bankka sovg'a. 60 million so'm bu yana bitta arzon mashina narxi. Bu 2 yillik ijara haqi. Bu oilangiz uchun 3 yillik oziq-ovqat va siz buni havo uchun berdingiz. Lekin kredit bu faqat boshlanish. Ko'pchilik o'ylaydi, mashinani sotib oldim, tamom. Endi faqat benzin to'layman. Yo'q, mashina bu pulni yutadigan quduq. Yonilg'i oyiga 1,5-2 million, yiliga 20 million. Sug'urta yiliga 2-3 million. Ta'mir va texnik xizmati yiliga 2-3 million. Katta ta'mir bo'lsa 5-10 million. Ro'yxatga olish soliqlar, texnik ko'rik, har xil mayda to'lovlar. 5 yilda 100-130 million so'm. Bu mashinani o'z narxiga teng. Siz 150 millionlik mashina sotib oldingiz, 5 yilda unga yana 120 million sarfladingiz. Jami 270 million so'm. 270 million. Bu ko'pchilik odamlar uchun 4-5 yillik ish haqi. Keling, buni boshqacha ko'rib chiqamiz. Siz mashinaga har oy qancha sarflaysiz? Agar kredit olgan bo'lsangiz, kredit to'lovi 4-5 million, yonilg'i 1,5-2 million, sug'urta ta'mir o'rtacha 500 ming. Jami oyiga 6-7 million so'm. Bu ko'pchilik odamlarning butun oylik maoshi. Tasavvur qiling, siz har oy ishlaysiz, butun oylik maoshingizni olib mashinaga berasiz. Keyin yana bir oy ishlaysiz yashash uchun. Har ikkinchi oy mashina uchun. Va odamlar so'raydi, nega men boy bo'la olmayapman? Mana shuning uchun. Endi men sizga eng muhim narsani aytaman. Ko'pchilik bu haqida o'ylamaydi. Bu imkoniyat narxi. Imkoniyat narxi degan nima? Bu siz yo'qotgan pul emas. Bu siz topa olmagan pul. Tasavvur qiling. 2020-yilda sizda 150 million so'm bor edi. Variant A, siz mashina sotib oldingiz. Variant B, siz bu pulni investitsiya qildingiz. Agar siz 150 million so'mni 2020-yilda dollarga aylantirgan bo'lsangiz, bugun u 180 million bo'lardi. 30 million daromad hech narsa qilmay. Agar AQSh aksiyalariga qo'ysangiz, S&P 500 indeksi 2020-dan bugungi 80% ko'proq osdi. 150 million 270 million bo'lishi mumkin edi. Endi mashinaga qarang. Siz 150 million to'ladingiz, 5 yilda yana 120 million sarfladingiz.
jami 270 million ketdi. Variant A 270 million sarfladingiz. Variant B 150 million qo'ydingiz, 270 million bo'ldi. Farq 240 million so'm. Bir qaror, bir mashina 240 million so'm farq. Xo'sh, agar mashina shuncha qimmat bo'lsa, nega hammada bor? Sababi oddiy. Ijtimoiy bosim. O'zbekistonda mashina bu muvaffaqiyat belgisi. Odamlar sizni mashinangizga qarab baholaydi. U yaxshi mashina haydaydi, demak yaxshi ishlaydi. Yoki uning mashinasi yo'q, demak bu ammo bor. Bu yolg'on. Men sizga haqiqatni aytaman. Ko'pchilik odamlar o'zlariga qimmatroq mashina olishadi. Nega? Boshqalarga ko'rsatish uchun. Va natijada ular kreditda qolib ketishadi yillab. Haqiqiy boylar ular status uchun pul sarflamaydi. Ular pulni ishlashga majbur qiladi. Warren Buffett dunyodagi eng boy odamlardan biri 2006-yilgi mashinada yuradi. 20 yillik mashina. Nega? Chunki u tushunadi. Mashina bu xarajat, investitsiya emas. Kredit haqida yana bir narsa. Ko'pchilik faqat foiz stavkasini ko'radi. 26% qimmat, lekin baribir olaman deydi. Lekin haqiqiy muammo bu vaqt. Agar siz 3 yillik kredit olsangiz, 3 yillik davomida oyiga 4-5 million to'laysiz. Bu 3 yil siz boshqa hech narsaga pul qo'ya olmaysiz. Uy-joy uchun jamg'ara olmaysiz. Biznes uchun pul yo'q. Favqulodda uchun rezerv yo'q. Kredit bu kelajagingizni sotish. Siz bugungi qulaylik uchun kelajakdagi erkinlikni berib yuborasiz. 3 yillik davomida siz bank uchun ishlaysiz. Mashina uchun emas, bank uchun. Va agar biror muammo bo'lsa, ishdan ayrilsangiz, kasal bo'lsangiz, kredit to'xtamaydi. Bank sizni kutmaydi. Ko'pchilik oylar shunday qilib qiyinchilikka tushadi. Kredit to'lay olmaydi, mashinani bankka topshiradi va hali ham qarzdor bo'lib qoladi. Xo'sh, men aytmayapman mashina olmay. Mashina kerak bo'lishi mumkin, lekin qanday olish bu muhim. Birinchi, kredit olmang. Agar imkoni bo'lsa, kamida 50% boshlang'ich to'lov qiling. Qancha kam kredit, shuncha kam bank daromad qiladi. Ikkinchi, o'zingizga kerakli mashinani oling. Boshqalarga ko'rsatish uchun emas. Status uchun qimmat mashina olish bu kambag'allikka yo'l. Uchinchi, 3-5 yillik ishlatilgan mashina yangi mashinadan 30 million arzon, lekin bir xil vazifani bajaradi. To'rtinchisi, hisoblang. Mashinaga sarflaydigan pulingizni hisoblang va o'zingizdan so'rang, bu pul boshqa joyga ko'proq foyda keltiradimi? Keling, bugungi videoni xulosalaymiz. Mashina bu transportdan ko'proq narsa. Bu moliyaviy qaror. Va ko'pchilik bu qarorni noto'g'ri qiladi. Ular kredit oladi va bankka 60 million so'm sovg'a qiladi. Ular yashirin xarajatlarni hisoblamaydi va har yili 25-30 million yo'qotadi. Ular imkoniyat narxini tushunmaydi va yillar davomida boyish o'rniga kambag'al bo'lib keladi. Mashina sizni A nuqtadan B nuqtaga olib boradi. Faqat shu. U sizni boy qilmaydi, u sizni hurmatli qilmaydi, u sizni baxtli qilmaydi, lekin u sizni kambag'al qilishi mumkin agar siz ehtiyot bo'lmasangiz. Agar bu video foydali bo'lsa, like bosing va obuna bo'ling. Telegram kanalimda ko'proq moliyaviy mahsulotlar bor. Keyingi videoda ko'rishguncha